Assalomu alaykum, Cherry Rohat ADM Aster YouTube kanali kuzatuvchilari. Bugun sizlar bilan Tiggo 2 Pro mashinamiz haqida gaplashib o'tamiz. Tiggo 2 Pro mashinamiz bir turbinali ekonomishli mashinamiz bo'ladi. Rasxodlari javnaqa ko'p emas. 6 ta 6,5 ta rasxod qiladi shahar ichida. Trassada 5 ta 5,5 ta rasxod qiladi. Salon ichini ko'rsanglar bo'ladi. Salonlarimizda sidinalarimiz koja bilan qoplangan. Sidina istadigan funksiyalargacha bor. Rullari multi rul bo'ladi. O'zini monitori ham ichida bo'ladi. Eng qizig'i bu mashinamiz bitta full komplektatsiya. Buni 1 2 3 variantlari yo'q. Hamma kerakli jihozlari qo'yilgan. Ya'ni lyuklarimiz bor mashinamizda. Sidinalarimiz istadi, rulimiz multi rul bo'ladi, polni. Monitorlarimiz bor. Mashinamiz avtomat. D rejimga qo'yib bemalol yursanglar bo'ladi. Rasxod etganimda unaqa ko'p emas. Mashinamiz eshiklariga keladigan bo'lsak, eshiklarida yaxshi plastikdan ishlatilgan va bu joylari koja ishlatilib ketilgan. Tiggo 2 Pro mashinamiz akustikasi o'zini zavodskoy Tiggo kolonkalari bilan jihozlangan bo'ladi. Eshiklarida bir stol shumkalari bor. Orqa salonni ko'ramiz. Orqa salonlari ham koja bilan qoplangan. Mana ko'rganinglardek, kojalari ham yaxshi, kengina salon. Mashinamizda 17 saka diska bilan jihozlangan, supportlarni ko'ryapsizlar, qizil rangda sportivniy bo'ladi. Tormoz sistemasi ham juda ham ajoyib ishlangan. Body kitlari, ya'ni o'ziniki, spoilerlari ham polni o'ziniki, mashinamizaniki. Bagajni ko'rsataman sizlarga. Bagaji eng qiziqarli joyi shu bagajda. Mashinamizda eng katta qismi bu bagaj. O'zini zapaskalari ham bor, balonlar. Bagaj qismiga bemalol ko'p narsalarni sig'dirsanglar bo'ladi. 490, past 500 litrgacha bo'lgan sig'imga ega. Orqaga olganinglarda, orqa tomonda kamera bilan jihozlangan va ko'ryapsizlar, datchiklari bor mashinamizning. Polni sizlarga xabarini beradi orqaga olayotganinglarda. Mashinamizning dvorniklari ham bor orqa tomonda. Xo'p. Salonga kelamiz yana. Salonga bemalol mana o'tirsanglar, polni ma'lumotini beramiz hozir. Mashinamiz rullarni ko'rib turibsizlar, multi rul bo'ladi. Xo'p, sidinamiz istadi, rulimiz istadi, laboylarimiz ko'ryapsizlar, mana spirallari bor, bu ham qiziydi. Bu sizlarga nima beradi? Bu sizlarga qishda mashinamizni, misol uchun laboyga qor yog'gan bo'lsa, funksiyasi bor. Bitta yoqasizlar, uzog'i 2 minutda qorni eritib tushirib tashlaydi. O'zining multimediyasi bor. Mashinamizni bemalol CarPlay yoki bo'lmasam Android Auto ishlatsanglar bo'ladi. GPS o'qiydi, YouTube kanalini ko'rsanglar bo'ladi, telefon orqali ulaysizlar, ishlab ketadi. Mashinamizda o'zini pechkasi va sovutish tizimi bor. Sovutish tizimlari ham juda ham yaxshi ishlatilgan. Ko'ryapsizlar, ruchnoylari elektriskiy bo'ladi. Ya'ni o'zimizni Cobalt Gentraga o'xshab namnaqa qilib bosib ko'tarib o'tirmaysizlar. Bitta knopka. Bossasizlar tushadi, ko'tarsanglar ko'tariladi. Avto hold rejimlarigacha ishlatilgan. Bu sizlarga nima beradi? Svetoforda yoki bo'lmasam probkalar to'xtab turganinglarda doimo tormoz bosib turishingiz shart emas degan qo'yib oldim. Mana shu funksiyani yoqib qo'yasizlar. Remen taqqanda ishlaydi bu. D turgan holatida ham bemalol tormozdan oyoqni olsanglar, mashina yurib ketib qolmaydi. Shu funksiya boshqa mashinalarga qaraganda qulaylik tomoni qilingan. Barlarni ko'ryapsizlar, barlariga ham koja ishlatilib ketilgan. Joylari kengina, stakanchiklari bor. O'zini ключi deyarli mejigar qilgan ishi hamma narsasini qila oladi. Mashinani ochadi, mashinani yopadi, bagaj qismini ochadigan knopkasigacha bor. Yopadigan funksiyasini bosib tursanglar 5 sekund. Mashina o'zini o'zi zavod qiladi. Agar ochadigan knopkasini bosib tursanglar, yoz paytida misol uchun salon qizib ketdi, mashina ko'chada turgan bo'lsa, bosib tursanglar mashinaning oynalarini polni ochib beradi, bitta havo aylanib oladi, bemalol o'tirib, iliqqina havoda haydab ketsanglar bo'ladi. Endi bu mashinamizning pulti bor, anaqasi bor. Mashinamizning buni ichida, pultimizning ichida anaqa batareykasi bor. Bu batareyka misol uchun o'tirib qolgan taqdirda ham sizlarda zapaska ключ yoningizda bo'ladi. Mana bu yerda bosadigan knopkasi bor. Shu knopkani bossanglar, mana bunaqa ключ chiqib keladi. Bemalol mashinanglarni ochib, yana o'tirib, zavod qilib ketsanglar bo'ladi. Ko'chada qolib ketmaysizlar-da. Cherry Tiggo 2 Pro mashinamizga hozirgi paytda juda ham bir ajoyib условия ochilgan. 4 yilgacha o'zini narxini bo'lib berishga olsanglar bo'ladi. Eng kamida boshlang'ich to'lovinglar 30%. Va yana bundan tashqari avtokreditimiz, lizingimiz bor. Bemalol 5 yilgacha olsanglar bo'ladi. Hozirgi paytda eski mashinangiz bo'ladigan bo'lsa, trading xizmatimiz ham bor bizda. Eski mashinangizni olib kelasiz, boshlang'ich to'lov sifatida qoladi. O'rniga Cherry Tiggo 2 Pro yangisidan haydab chiqib ketasiz. Bizning manzilimiz Qo'yliqdan Rohat Keturishda, Yangiobod mostiga yetmasdan o'ng qo'lda joylashgan. Damlarsiz
ertalabki soat 9 dan kechki soat 8 gacha test drayvlarimiz 6 gacha sizlarning xizmatingizda bo'ladi. Avtosalonimizga tashrif buyuringlar. Yangi mashinani xarid qiling.